Assalomu alaykum aziz hamkasblar. Mana bugungi O'zbekiston Super Ligasining 5-turdan o'rin olgan Navbahor Shortdan jamoalar o'rtasidagi uchrashuvdan keyingi matbuot anjumani birinchi qismini boshlaymiz. Unda Shortdan jamoasi bosh murabbiyi Anvar Qurbonberdiyev ishtirok etyaptilar. Avvalo Anvarjon, bugungi o'yin haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Barchaga avvalambor assalomu alaykum. O'yin haqida nima deyish mumkin? Navbahor jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Bunaqa muxlislarga o'ynash nima deydi? Har bir futbolchi uchun sharaf bo'lishi kerak. Futbolchilarim shu birinchi bo'lim oxirroqda standart vaziyatdan gol qo'yib yuborishdi. Ikkinchida ham shu vaziyatda o'ynaymiz deb oldinga harakat qildik va natijada ikkinchi golni qo'yib yubordik. Bizda ham imkoniyatlar bor. Bunaqa o'yinlarda agar imkoniyatlardan foydalana olmasak, ochko olish juda qiyin. Tem bo'lib Navbahorlik jamoaga qarshi va Namanganda o'ynash, agar imkoniyatlardan foydalana olmasangiz, hamma vaqt nima deydi, bosim ko'tarilib ketaveradi. Endi nima deymiz? Yana bir bor Navbahor jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Marhamat, savollar bo'lsa, beshim. Kimda savollar bor? Marhamat. Sizni faoliyatingiz bilan biz yaxshi tanishmiz. Biz yosh bo'lib sizlarni o'ynayman klub o'tgan. O'zbekistondagi eng yaxshi to'plar sifatida turasiz. Bugungi o'yinda Shortdan jamoasida yaqqol hujumchini ko'rganimiz yo'q. O'shani nima sabab taktikamlarga qarshi? Agar biz bugun e'tibor bergan bo'lsangiz, biz 3 nafar hujumchi bilan o'ynadik. Qanot hujumchilar ham yordam berish kerak edi, lekin hujum qilish uchun bizning futbolchilarimiz harakat qilish kerak. Agar biz hujumga o'tmasak, demak himoyalanish kerak. Hujumchida bizda Daler Sharif harakat qildi. Nima deydi, haligi shu birinchi bo'limda bizda ko'p vaziyat bo'lmagani uchun hujumchi ham ko'rinmadi. Ikkinchi bo'limda bizda ham darvozani ishg'ol qilishga imkoniyat bo'ldi, lekin foydalana olmadi. Atakban bu o'yinda 3 ta hujumchi bilan harakat qildingiz. Marhamat, savol. Anvar aka, jamoangiz tarkibidagi futbolchilar ko'pi ilk marotaba bunaqa aulada to'p surishdi-da. Shu bilan birgalikda sizni o'zingiz ham bosh murabbiy sifatidagi bunaqa katta auditoriyada, katta qaynoq haroratli maydonda ilk uchrashuv bo'lsa kerak menimcha. Hissiyotlar qanaqa shu haqida gapiraylik? Endi oldin biz Namanganga futbolchi sifatida kelganmiz. O'zim mana murabbiy sifatida keldim. Hissiyot o'sha oldindagi hissiyot qanaqa? Bu Namanganda futbol o'ynash har doim yoqimli bo'lgan. Chunki to'la stadion ko'z o'ngida futbol o'ynash bu har bir futbolchiga sharaf bo'lishi kerak. Harakat qilish kerak, o'zini ko'rsatishiga jon jahdi bilan har bir qarich maydonda shu talashish kerak to'p uchun. Shu futbolchilarim baribir siz aytgan gapingiz to'g'ri, bunaqa avrada birinchi marta o'ynashi, lekin qachondir bir narsani boshlash kerak. Bular ham shuncha futbolchilarimizni o'qitiryapmiz, harakat qilishyapti, lekin bizga shu nima deydi, shu oxirgi shu nima futbolni vaziyatga tochka qo'yayotgan, haligi o'sha vaziyatni golga aylantirayotgan joyda oqsayapmiz. Bunda mashg'ulotda ishlayapmiz ham. Mana bugun ham o'zlaring guvoh bo'ldilar. Vaziyatimiz, imkonimiz bo'ldi, yana shu vaziyatlarni golga aylantira olmadik. Endi конечно, bu yoqqa Namangandagi jamoadan, Navbahorlik jamoaga qarshi to'p surish, yana mehmonda bu juda har bir zamonda qiyin bo'ladi. Endi biz o'zimiz xatolar ustida ishlashda davom etamiz va Navbahor jamoasiga keyingi o'yinlarga omad tilayman. Marhamat, yana kimda savol bor? Savol yana bor. Anvar aka, siz yaqin o'tmish eng yaxshi hujumchilardan biri sifatida mana aka ham aytdilar, qaralasiz. Aynan futbolchilik faoliyatingizga bitta nazar soladigan bo'lsak, u paytlari mana shu o'zbekistonlik bo'lgan mahalliy hujumchilar bir nechtasi mavsum to'plarlik uchun kurashadi. Deylik, har bir jamoaning o'zining yetakchisi aynan hujum chiziq vakillari bo'lishgan. 25 tadan kam gol urgan futbolchi mavsumda to'plar bo'la olmagan mavsumlarni ko'rganmiz. Hatto 28-30 ta gol urgan 2-3 o'rin olishgan. Siz bilan birgalikda Zafar Qomurod, Umid Soqiflar bo'lishgan, Shuhrat Qodirshoyevlar misol uchun, Baxtiyor aka Hamidullayev Andijonda bo'lgan. Hozir o'sha raqobat bizni o'zbek hujumchilarida yo'qolib qoldi.
yaxshi hujumchi chiqmayotganligini sababi nimada deb izohlaysiz? Yurtimizda yaxshi o'sha paytdagi Anvar Berdiyevlar, o'sha paytdagi Umid Soqovlar, Farruh Xolishoyevlar chiqmayotganligini sababi nima? Endi mani o'zim shaxsiy fikrim bu. E'tibor ko'pincha jamoaviy futbolga o'tib ketdi deb o'ylayman. Yaqqol mana hujumga o'ynayotgan futbolchilarga erkinlik berish kamayib ketdi. Lekin O'zbekistonda iqtidorli futbolchilar juda ko'p, iqtidorli yosh futbolchilar. Bularni agar tarbiyalasak, albatta bizda ham shu Xolmurodov, Mirxoldo'shayev, Hamidullayev, Isoqovga o'xshagan hujumchilar yetishib chiqadi. Bu ishlash kerak. Futbolchiga oldingi hujum chizig'ida ozgina erkinlik berish kerak. Menimcha yaqin kelajakda men aytgan hujumchilar o'zimizdagi o'zbek hujumchilariga o'xshagan hujumchilar yetishib chiqadi. Endi men hamma vaqt qaytaraman, shu menga savol berishadi. Meni o'zimga ham achinarli, nimaga? Chunki har yili qarayman, oxirgi yillarda faqat legioner hujumchilar to'purarlikka bahslashyapti. Bu o'zimizning futbolchilarga ozgina aniq bo'lish kerak. Menimcha agar Xudo xolasa kelajakda yaxshi hujumchilar yetishib chiqishni boshlasa, men o'ylaymanki yana o'zbek hujumchilari to'purarlik uchun bahs olib boradi deb o'ylayman. O'zingiz jamoangizda mana hujumchi sifatida hujumchi vakillar bilan nimadir ish qilyapsizmi? Albatta. Endi bizda ikkala hujumchimizni ham qarasangiz, bittasi 2004-yil yosh bola, bu mana Dalir Sharipov. Ikkinchi hujumchimiz ham O'zbekiston chempionatida endi shu Qirg'iz chempionatidan chaqirib oldik. Biz imkon darajasida o'zimiz futbolchi jamoani shakllantirdik. Futbolchilar ham harakat qilishyapti, lekin jamoaga shu hali ham qanaqadir shular ichidan o'ziga ishonishimi, qanaqadir shu narsani yo'qota olmayapmiz. Mashg'ulotlarda ishlayapmiz, hamma narsa qanaqadir o'xshayapti, o'yinlarda ham harakat qilyapmiz, lekin men o'ylaymanki, ishlashda davom etsak, agar bu kamchiliklarni yo'qota olamiz deb o'ylayman. O'tgan yilgi mavsum jamoangizda o'sha Galador bilan hujumchini jamoa nima bo'ldi? Endi u bilan biz nima deydi, hali moliyaviy shartlar tomonida kelisha olmadik. Biz taklif qilgan onalar boshqa ko'proq taklif qilgani uchun jamoadan ketdi. Oddiy anisi shu javob. Bitta o'yinlarda o'rtacha qancha sotib olasiz? Tushunmadim. Bitta o'yindan keyin masalan 2 o'yin bo'lib, o'shanda jami necha yevro pul olasiz? Daromad demoqchilar. Bitta o'yindan qancha daromad olmoqchisizlar demoqchiman. Endi uni bu klubni ichki Ichki siri. ichki siri buni ukajon qila olmaymiz. Bu yevro pul faqat yutganingizda beradi. Bu o'zimizda o'zbek so'mida olamiz biz ukajon. Yevroda olmaymiz pul. Biz shortdan qazonamiz ukajon. Umuman Anvar aka shu Qarshida 3 ta komanda bor, Superligada o'ynayotgan. Nasaf, Mashar, Sho'rtan. Sho'rtandan moliyaviy imkoniyatlar, viloyat hokimligidan beriladi yo'q, qanaqadir hokim biriktirilgan, umuman budjet qanaqa Sho'rtanni? Endi budjetini men hozir sizlarga hamma narsani oshkor qilishim noto'g'ri bo'ladi. Endi bizga o'sha homiymiz Hudud gaz shunchalik yordam qilyapti. Men ularga alohida minnatdorchilik bildiraman. Hozir bor imkoniyatimizdan kelib chiqib harakat qilishda davom etamiz. Shu. Bu oxirgi savol edi. Katta rahmat ona. Buni sizlarga Savol bor. Hop, savol bormi? Oxirgi savol. Jamoasiga bu yilgi mavsumda oldiga qanaqa Maqsad. Shu borasida qisqa. Endi jamoamiz har bir o'yinga biz faqat g'alaba uchun to'p suramiz, harakat qilamiz. Lekin yana bir marta qaytaraman, futbolchilarning o'ziga ozgina ishonchni orttirish kerak. Bu uchun buni ustida ishlayapmiz. Maqsadimiz har bir o'yinga faqat g'alaba uchun maydonga chiqish ukajon. Endi natija o'z-o'zidan kelaveradi. Harakat qilamiz natija uchun. Rahmat sizga, jamoamizga, sizga va keyingi o'yinlarda omad va zafarlar tilab qolamiz. Rahmat sizga. Katta rahmat. Sog'